Nodir apo, erim menga вообще pul bermaydi, ko'rsangiz. Masalan, uyga borib kelay desam ham arzimagan pul beradi, hattoki qaytmagacha so'rab oladi. Qayerqa ishlatding, nima qilding, nimaga unaqa? Gap shundaki, o'zi bilishimiz kerakda. Erkaklarning psixologiyasi bo'yicha erkaklar qanday ayollarga o'zi pul bermaydi. O'zi erkaklar pul beradigan, pul topadigan qilib yaratilganda, ular uchun pul berish umuman muammo emas. Ammo qanaqa ayollarga ular pul bermaydi desangiz, birinchi o'rinda erkaklashib ketgan ayollarga pul bermaydi. O'zida nazokatni kasb qilmagan, eriga mehr berishni bilmaydigan, eridan faqat kutaveradigan, faqat u berishi kerak, u berishga majbur deb, u berishga majbur deb kutadigan insonlarga, ayollarga ko'pincha erkaklar pul bermaydi. Va agar eringizdan rostdan bundan keyin bemalol pul olishni xohlayotgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda unga samimiy munosabatda mehr berishni o'rganing. Biror narsa kutmasdan turib, evaziga hozir mehr beraydi, keyin pul berali demasdan turib, hisob kitobsiz u kishiga mehr bering, yaxshilik ulashing, xush kayfiyat bering, oldin bering. Olmoqchi bo'lsangiz, oldin bering. Keyin va ko'ngildan berilganda olinadi. Javob o'shanda qaytadi. Hisob qilish kerak emas. Hozir berdim, hozir qaytish kerak. Bugun berdim, ertaga qaytish kerak. Yoki muncha berdim, yana shuncha qaytish kerak. Shunaqa hisob qilish kerak emas. Alloh yo'lida bering. Kimlardandir nimadir qaytishni xohlayotgan bo'lsangiz, sizga nimadir kelishini xohlayotgan bo'lsangiz, umuman farqi yo'q, bu erkaklarmi, boshqalarmi, kimdandir nimadir kutayotganda oldin ortig'i bilan berib qo'yish kerak hisoblamasdan turib, Alloh yo'lida. Keyin ana undan keyin juda ko'p narsalar kelishni boshlaydi.